videoda sizlar bilan live hack ko'ramiz. Necha yillik tajribasi bor baliqchilardan eshitganimni sinab ko'ramiz. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? Tekshiramiz. Buning uchun bizga bitta bint kerak ekan. Bir dona tuxum. Men o'zim vanilya qo'shmoqchiman, chunki vanilyani o'tkir hidi bo'ladi, baliqlarni o'ziga jalb qilishi mumkin. Hop, oson ekan juda ham. Bintni olamiz. Qo'lga buklaymiz. Yarim qoshiqdan sal ko'proq vanilya solamiz. Ikki berish uchun. Tuxum ham pishirib oldim. Marli nima kerak deydigan bo'lsangiz, buni qirqib qarmon ko'choviga ilishi, titilib ketmasligi uchun kerak bo'ladi. Sizlar ham boshqa usullarni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Buni ko'proq marinka bilan sazan ushlashda foyda beradi deb eshitganman. Bugun buni tekshirib ko'ramiz. Tayyorlagan xo'ragimizdan foydalanib baliq tutib ko'ramiz. Natija bo'lsa keyingi videolarda qo'yib boraman. Qiziqarli kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib, bu videoni baliqqa qiziqadigan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin.